Ana tilim, ana vatanim. Ana tilim, anamning tili. Uyg'ur tili 13 asrlik tarixiga ozg'ich mavjud bo'lib turgan bir til. Uyg'ur tilining qimmati Uyg'urlarning qimmati. Uyg'ur tili Uyg'urlarning qon berishidir. Uyg'ur tili Türkiye tillarının en sağlam şehi. Uyg'urning Uyg'ur tilidan yatlishishi milliy angining datlishishidir. Uyg'ur tilining qismati Uyg'urlarning qismati. Ana tilim Qutatqubilikning tili. Ana tilim Türkü Tillar Divanining tili. Uyg'ur tili dunyoda eng ko'p so'z ishlatgan shoir Alisher Navoiyning tili. Uyg'ur tili Uyg'ur millatining mavjudiyat asosi. Ana tilim balalarimning tili. Ana tilim avlodlarimning tili.